Adasi, yuring bugun yoshligini eslab, xuddi turmush qurmaganlardek uchrashuvga chiqamiz. Zebo, sen toming ketib qolibdi-ku. Zo'r bo'ladi, menga ishoning, davay. Yaxshi qiz siz bilan tanishsak bo'ladimi? Yo'q, men begona bolalar bilan tanishmayman. Unda yur uyga mastava qilib berasiz, ichib o'tiramiz. Yo'q, siz yalinishingiz kerak. Sizlarga gul bersam bo'lmaydimi? Da, bering. Yur bu yoqqa. Shunaqa katta yangi O'zbekiston bog'ida yuring birga aylanamiz. Bu bola siznikimi? Ha, bu mening bolam. Yo'q, men bolasi borlar bilan tanishmayman. Bolam oying oldiga borchi? Ayi, Men ham bolasi borlar bilan gaplashmayman. hazillashmang, yuring birga piknik qilamiz. Ha, bo'p. Vobshe zo'r qilib qo'yishibdi. Besetkalari tekin ekan, qora mangal, hamma narsa arendaga bor. Xomligicha yo'rasam yo pishiraymi? Ey, Aytgancha yangi O'zbekiston bog'ida shov-dastur bo'layotgan ekanmi? ha, 9-may kuni 18:00 da Dilnoza Hakimova, 10-may kuni Mirjalol Ne'matov keladi. Dilnoz zo'r qo'shiq aytadi lekin. Sani ham ovozing zo'r, qilgin. Ko'rdingmi? Vashshi chotki deb. Ya, da aytdim. Kechki oyimga tashab qo'ya olasizmi? Voy kakrasiz, tashab keyin men ham oyimga ketaman. Hamma qayoqqa ketaman? Menga yo'q desa, o'chingiz jo'natib bering. Alo oyi, ana xotinimnikka sovchilikka bora olasizmi? Alo, oyi, erimnikidan sovchi kelsa, yo'dib yuboring, xo'p?